yuzdagi Demodex kanasini aniqlashni bugun birga o'rganamiz. Avvalo dermatolog terini qizargan, qishiyotgan va toshma toshgan joydan standartlashtirilgan teri biopsiyasi yoki qirma oladi. Olingan namunani predmet ustiga qo'yib, ustidan glitserin yoki boshqa laboratoriya muhitida tomiziladi va albatta mikroskopni tagida ko'riladi. Mikroskopda faqatgina Demodexni ko'rish emas, balki uni sonini aniqlash juda ham muhim. Agar kiprikda ham muammo bo'lsa, ko'z tez-tez qishiyotgan bo'lsa yoki har xil kiprik atrofida toshmalar toshayotgan bo'lsa, kiprikdan ham bir ikkita namuna olinib, uni ham bemalol mikroskop tagida ko'rish mumkin. Mutaxassis faqatgina kanalni bor yo'qligiga emas, balki uni miqdoriga ahamiyat beradi. Amaliyotda 1 kvadrat santimetr maydonda 5 tadan ortiq Demodex kanasi aniqlansa, bunga albatta professional yondashuv kerak bo'ladi. Agar yuzda qichishish, qizarish va yallig'lanish jarayoni ketayotgan bo'lsa, Demodex kanasini bizga foydasi bormi? Demodex kanasini bizga foydasi bor yo'qligi haqida aniq tadqiqotlar mavjud emas, lekin Demodex kanasi 1 kvadrat santimetr joyda 5 tagacha bizga zarar qilmaydi va noqulayliklar tug'dirmaydi. U doimiy bizni yuzimizda yashovchi ijarachi hisoblanadi. Demodex asosan kechki payt dam olganingizda yuzaga chiqib, uchrashuv uyushtirib ko'payishni boshlaydi. Lekin kunduzda albatta terini ostida bo'ladi. Laboratoriya tekshiruvga borishdan oldin kechki paytda yuzingizdan barcha kosmetik vositalarni tozalab tashlaysiz va dam olishga yotasiz. Ertalab yuzingizni yuvmagan holda laboratoriyaga borasiz. Yuzingizga hech nima surmasligingiz kerak bo'ladi, na SPF, na kremlar. Laboratoriyaga borib, albatta analiz qildirib aniqlashingiz mumkin. Agar siz ham Demodex kanasi bezovta qilayotgan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Biz siz bilan uy sharoitida professional o'qituvchilar yordamida bunga albatta yechim topamiz. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ying. Juda ham xursand bo'laman.